أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Anvar namlıq bu kitabımızın xos bölümünün əmrinin mucibesiniki əmr muaqqat və əmr gayr muaqqat, əmr mutlaq və əmr muqayyad degan şu vaqtda turibimiz. Biz oldingi darsimizda əmrniki vaqt itibari bilan əmrning vaqt itibari bilan ikkiga bo'linadiganligini so'zlagan edik. Endi bu əmr vaqt itibari bilan əmr mutlaq, əmr muqayyad, ya'ni vaqtsiz buyruq va vaqtliq, vaqti belgilangan buyruq deb ikkiga bo'linadiganligini so'zlab, oldingi darsimizda vaqtsiz buyruq, ya'ni vaqti yo'q, ma'lum bir belgilangan vaqti yo'q buyruqni bu hukmlarini so'zlab o'tdik. Endi bugungi darsimizda bo'lsa vaqtliq, ya'ni vaqti bor, vaqti belgilangan buyruq. Bunu so'zlaymiz. Musannif rahimahulloh deydiki, va muqayyadan bihi. Amr ikki turlik bo'ladi. Vaqt itibori bilan biri amr mutlaq anil vaqt, ya'ni biri amr muqayyad bil vaqt. Va muqayyadan bihi, ya'ni vaqt bilan qaydlangan amr. Bu amrning ikincisi. Amrning ikincisi, ya'ni amr muqayyadun bil vaqt. Hoş, endi bu vaqt bilan qaydlangan bu amr arba'atu anva, 4 turlik. Bu 4 turga bo'linadi. Nimish qadsa li'annahu imma an yakuna al-vaqtu zarfan lil muadda wa shartan lil ada wa sababan lil wujub. Huwa an-naw' al-awwal. Endi nimish turga bo'linadi desab, chunki birinchi tur, ya'ni vaqt bilan qaydlangan bu amrning birinchi turi qanday desa, u vaqt, shu vaqtning o'zi bu amri ma'mur bihqa zarb bo'ladi, zarb. Va ado qilish uchun shart bo'ladi, vojib bo'lish uchun sabab bo'ladi. Ado qilish uchun shart bo'ladi, vojib bo'lish uchun sabab bo'ladi. Endi zarb deganimiz nima degan gap? Ya'ni zarb degan gap me'yor emas degan gap. Bizda vaqt ba'zida zarb bo'ladigan shu, ba'zida me'yor bo'ladigan shu. Vaqt qanday o'zi zarb bo'lgan bo'ladi desa, masalan, biz buyurilgan amalni shu vaqtning bir qismini qilib olaymiz. Hammamiz ketmaydi. Masalan, pishim vaqti namozni hisob qilsak, namozni biz 10 minut, 15 minutda o'qib qolamiz namozni. O'sab 20 minut o'qib qolamiz. Pishimning vaqti masalan soat 12:30 dan tortib, masalan soat 4gacha, masalan 3:30, 4gacha. Yana demak 3 soat vaqt var degan, 1 2 3 3:30 soat, 4 soat vaqt var degan. 4 soat vaqtning hammasini nima ketmaydi? Pishim namoz ado qilishga ketmaydi. Ancha vaqt ketmaydi. Andavanki bu nima deydigan bu zarf. Ya'ni vaqt muaddadan ish qolsa, vaqtning o'zi pishim namozining vaqti pishim namozidan ish qolsa, nima ataladi? Zarf deb ataladi. Me'yor degan so'z, me'yor degan agar vaqt uzasa muadda birga uziladi. Vaqt qisqarsa muadda birga qisqaradi. Masalan, bu ro'zaga o'xshash. Ro'zada masalan kun uzoq bo'lsa, uzoq ro'za tutamiz. Kun qisqa bo'lsa, qisqa ro'za tutamiz. Demak, me'yor degan nima ekan? O'lcham, vaqt o'lcham bo'ladi, muadda o'lcham bo'ladi. Vaqt uzun bo'lsa, bu muadda qilinadigan ibodat uzun bo'ladi, vaqt qisqa bo'lsa qisqa bo'ladi. Bu nima deb ataladi? Bu me'yor deb ataladi. Endi bu birinchi turi amr muqayyadniki, amr muqayyad bil vaqtniki 4 turlik dedik. Birinchi turi vaqt zarb bo'ladi.
muadda için zarf buludu. Yani mi'ar olmaydı degan gap. Ve şartdan lil ada qilish uchun shart buludu. Ve sebeban lil vücub. Vacib qilish uchun sebep buludu. Mesela namazın vakti hesap qilsak mesela namazın vakti zarf. Muadda için zarf buludu. İkinci şu namazın vakti şart ada. Bizde şartu sihha, şartu ada da bir şey şart var. Şartu ada demek yani namazını şu vaktin içinde kılsak ada buludu. Eğer şu vaktin içinde kılmasak kaza buludu. Anladın mı? Demek ki o şartu ada demek. Sebeben lil vücub. Muş vaktin üzeri namazınki vacip kılışının sebebi. Demek ki birinci türü. Vaktlik emrindeki birinci türü manmış. فهو النوع الأول هو birinci tür. المسند dedi ki vel muradu bi zarfi بهذه الظرف المراد بوصا ألا يكون معيارا له بهذا الوقت مؤدّغا معيار بولmaydı bel yabdulu anhu belki vakit muaddadan eş kalı demeyi ben düşünüp edim o yani peşimli vakti olacak peşimli vakti peşimden uzun mesela vel muradu bi şartı hem demedi ki şartı lil ada dedim ama şart diyen bilen ki murad alla yasihal ma'muru bihi qabla vujudihi ve yafutu bi fawtihi demek yani şart diyen bilen musende bizgi şartını iki türünü beni bayan kıpadı böyle şartı sihha yani bir şartul ada bizde şartı sihha da bir şart var şartul ada da bir şart var şart vücub da bir zaten hem de şart sihha dediğimiz mesela şu amelni eğer şu şart kimligini kılsak lem yasih durus bulmaydı la yasih şart ada dediğimiz eğer şu amelni şu vaktin belgelenen vakti kılmasak ada bulmaydı belki bu kaza bulurdu şunu anladın mı? Yani ya ikisi de bir bizga şart ada bilan şart sihha ikisi de bir lazım. Şart deganimiz alla yasihal ma'muru bihi qabla vujudihi. Ma o şart sihhaning tafsiri. Ma'mur bih şu şart tepilishdan burun durus bo'lmaydi. Bu hada şart sihha. Ve yafutu bi fawtihi. Eğer şu şart fawt bo'lsa fawt bo'ladi. Ma'mur bih şu şartning fawt bo'lsa fawt bo'ladi degan. Eğer şartning vaqti deb kelsa ma'mur bih ada bo'lmaydi. Bu şartli ada. Nima bo'ldi jada qada bo'ladi. Vaqti deb ketganda buni ada qiluvchi muaddi bo'lmaydi balki qodi bo'ladi. Demak, bu shartniki tafsir bo'ldi. Endi vel muradu bis sebeb. Sebep bilan murad nima u? Ve sebeben lil vücub dedima vacib bo'lishning sababi dedima. Ma huwa as-sebeb? Yani ki sebep bilan irada qilingan sebep qaysi desa, yani anna li hada al-vaqti ta'siran fi wujubil ma'mur bihi. Ve in kana al-mu'assiru al-haqiqi fi kulli şeyin huwa Allah Teala. Yani şu vaqtning ma'mur bihning vacib bo'lishida ta'siri bor. Şu vaqtning ma'mur bihning yani mesela pishim namozi desak, pishim namozining vacib yani farz bo'lishida şu vaqtning ta'siri bor. Yani şu vaqt kirganligi uchun pishim namozi bizga farz bo'ldi deymiz. Şu vaqt kirganligi uchun li dukhulil vaqt vajaba az-zuhr deymiz bizda. Kun yigilganligi uchun pishim namozi farz bo'ldi deymiz. Yani demek sebep deganimiz şu. Yani şu kunninki igilganligi pishim namozning farz bo'lishining sababi deymiz. Gerçi haqiqiy ta'sir ko'rsatuvchi bu meselede yani her şeyde haqiqiy ta'sir ko'rsatuvchi Allah Taala bo'lsin. Ameliyatda hamma narsada haqiqiy ta'sir kuch ko'rsatuvchi kim? Allah. Lekin biz zahiren bizga zahiri yani zahir yo'l bilan haqiqiy tegi tekde mohiyatiga qaramasdan balki tashqi ko'rinishiga qarashdan biz nima deymiz? Kunning egilishi pishimning farz bo'lishining sababi deymiz. Bo'lmasa Alloh taolo kun egilganda namoz o'qinglar deb buyurganlik uchun farz bo'ldi. Hamda biz sebep zahirida qarashimizda yani kunning egilishi namozning farz bo'lishiga pishim namozining farz bo'lishining sababi deymiz. Walakin yudaful vucubu fi zahiri ilal vaqt. Biroq vaciblik zahiren vaqtga izaf qilinadi, vaqtga nisbat beriladi. Lianna çünkü fi kulli lemhatin vusulu ni'metin min Allah Teala ila canibil abd.
her bir lemhede gibi, her bir közünü yumup açıkça, her bir aralıkta, her bir lehzede gibi, lemhede gibi, lehzede gibi, her bir lehzede vusulu nimeti minallahi teala, Allah Teala tarafından bendi tarafga nimetinin yetip kelişi vardır. Yani her lehzede Allah Teala tarafından bendi tarafga nimet gelip durur. Her lehzede. Közümüzde yumup açıklığımız mı Allah Teala'nın gelen nimet? Kulumuz dışında Ruslap mıdakladığımız Allah Teala'nın gelen nimet. Nefes ağınımız o Allah Teala'nın gelen en çoğun nimet. Tertimiz kısta kalsı bir tamam gibi tersiz ralığınımız Allah Teala'nın boğan çoğun nimet. Tamak yiyadiginimiz, yapqılalığınımız, konumuz kegeşini ifade ediginimiz, talat düzgün mağalığınımız. Bu nimeti biz hesaplanmayız. İntihadü nimetullahi fe la tuhsuha. Eğer Allah Teala'nın nimetlerini sanaydıgan bolsaňlar hesaplanmayysılar deydi Allah Teala. Emdi ve huve şunda ayında her lehzede Allah Teala tarafından her minut sıkıntıda Allah Teala tarafından keptuğan bu nimetlerinin üze nima kılıdı o? Her lehzede Allah Teala'nın nimetin kelip turuşu yaktadi şükre fi kulli saat. Her saatte, her dakika, her minut sıkıntıda Allah Teala'ya şükür yetişine takazza kılıdı. Hoş emdi ve innema khussa hadihil avqatul muayyene bil ibadat. Emdi bunu bilendik. Bunda şükretiş bulamda. Hoş. Muşu her asli biz kaydımız kana kılışımız gerekken her minut sıkıntıda yazsa kopsak Allah Teala'ya şükür yetiştirmemiz gerekken emdi muşu 24 saat içinde 24 saat şükür yetiştirmemiz tutmayın. Lekin bizge muşu 24 saatin hemmisi de perz olmayın namaz belki ma'lum vaqtlarda perz oldu. Ma'lum vaqtlarda. Bunda etgelikte, pişim düşte, asır düştün keyin Şam gün kişetkende hıftam emmeni tam keştamak yaptı o vaqtda mesela. Yani bir gün içinde 24 saatin içinde bir 2 saat vaqt ketmeydi. 2 saat vaqt ketidi ketmeydi beş vaqt namazga. 24 saatin içinde. Yani muşu vaqtlarni ki muayyan vaqtlarni muş ibadetlerge xaslanishi nima sebepten? Endi bir sual. Bu malik innama nima uchun? Şükür etiş her saatte layık olan dursa. Nima uchun muşu 5 vaqtni xas qildi Allah Taala muşu. Her saat 24 saat şükür etishni vacib qilmaydi. Muşu 5 saatte ibadet qilishni vacib qildi deb birisi sual so'rab salsa, shunga javob berib o'tirdi musannif. Innama degan davomli e'tirozga javob bo'ladi. Li azamatiha birinchi illati sababi mushu vaqtlarniki intayin katta vaqtlar bo'lganligi uchun. Vaqtlar ulug' vaqtlar. Mushu vaqtlarning o'zlanmasi fazilatli ulug' vaqtlar birinchi sabab. İkinci sebebi ve tecaddudin ni'ami fiha. Mushu vaqtlarda nimetlerinin yenilanganlığı için. Qanday yenilandı nimetler? Çünkü bomdat mesela bomdat vaqtida uyg'onish. Bu uylamda yerim uylam hesaplanadigan uyqudan yeni bir hayotlikqa ko'z ochadigan gap. Bu katta bir ne'mat kelgan gap. Yani uyqudan uyg'onish degan gapning o'zi yerim uylam hesaplanadigan uyqudan qayta bir hayotlikqa erishish degan gap. Tabii ki bu katta bir ne'mat oldu. Şu muşu ne'matga shukr etish ustidan bomdat namozi farz qilindi. Bomdat namozini farz qilinish sababi. Andan keyin masalan tush vaqti bo'ladi. Tush vaqtida turmushdagi masalan pul tepib, undan keyinidan odamlar hammasi topgan tavkalarini uyga kelib yig'ib tushlik tomoq yeydi. Tushda tushlik ovqatni, yam tomoqni yeydi. Alloh taoloning bergan shu rizqlarini yeydi. Mana mushu tushdagi bo'lgan hammadan uylarga kelib tushlik tomoqlarni yeb Allah Teala'ya şükür etadigan, umida tushlik tomoq yegandan keyin mushu ne'matlarga shukr etish farz. Shu sababdan peshim namozi farz qilindi. Undan keyin peshim namozidan keyin endi ko'p sonliq kishilarning odati bo'yicha peshim namozidan keyin asrgacha oyliqda bir dam olish va qaylula qilib dam olib uxlash var rahat edib. Peshimdan keyin asrgacha bo'lgan oyliqda tomoq, tushlik tomoqdan keyin. Muşu vaqtning o'zida inson Alloh taoladan g'ofil qoladi, Alloh taolaning zikridan g'ofil qoladi-da. Va bir shu Alloh taolaning zikridan g'ofil qolgan muşu kamchiligini to'liqlash ustidan va yana bir qayllar qilib tushlikda orom erishishdan iborat bir ne'matga shukr etish ustidan
asr namazı farz kılındı deydi. Andan keyin kündüz nimeti tamamlandı. Kun asrdan keyin kun oturup kündüzün ibadet kattı nimet tamamlangandan keyin endi mush kündüzün ibadet nimeti tamam kamil Allah Taala bunu ata qilganiga shukr etish ustidan sham namozi farz qilindi deydi. Andan keyin xuftan namozning farz bo'lishi nima uchun desa, shukrni kamil qilish endi. Innamal a'malu bil xawatim deb bir kunlik Allah Taola'nın bergan ne'matlariga shukrni kamil kamolatga yetkazish va xotimani go'zallashtirish. Eng chiroyli, yaxshi, go'zal xotimaga erishish uchun xuftan namozi farz qilindi va undan keyin uxlash bo'lsa, xuddi uylanga o'xshaydi. Endi ondan keyin shu eng oxirdagi namoz o'qilib uxlash xuddi iymon bilan taatlanib ketgan o'xshaydi. Shukur bilan yotgandan keyin bu uxlashdan burun xuftan namoz o'qiyotgandan keyin iymon bilan taat amal ibodatlar bo'lsin deb xuftan namozi farz qilingan bo'ldi. Innamal a'malu bil xawatim deb. Bu shunda muhaqqiqlar bunda zikr qilishdi sabablarni. Bunga Allah Taala bildigan nusxadagi sabablar. Aldısqı vallahu alam undan boshqa sabablar ko'p. Allah Taala Qur'oni Karimda va aqimis salata li zikri. Sen namozni meni zikr qilish uchun o'qi. Ya'ni davomli meni yodlab turish uchun o'qi. Men davomli qasdlab turish uchun o'qi deydi. Bu eng kuchli sabab. Endi bu sabablarni desak sabab yo'q. Uni Allah Taala biladi, Allah Taala bilguchidir. Nima uchun 24 soatning ichida 24 soat Allah Taala ibodat qilish farz bo'lmaydi, ma'lum vaqtlar farz bo'ldi desa eng kuchli sabab va li alla yufdi ila al-haraj fi tahsil al-ma'ash in istaghraqa al-waqta al-ibadatu. Ya'ni agar ibodat shu vaqt 24 soat vaqtning hammasini elib kelsa, yashash qiyinchiligi, turmushda bu dunyoda yashash, tirikchilik hosil qilishda intayin qiyinchilik yuz berishi va tirikchilik hosil qilishda qiyinchilikqa elib berib qolmasligi uchun bir odam 24 soat ibodat qilsa, uyga yigit non ketadi, pul ketadi, qilgan ish ketadi, mush ishlarni qilolmay qoladi odamlar, insonlar. Allah Taala shu o'z rahmi qilib, shuning uchun 24 soat ichida faqat 1,5 soat, 2 soat vaqtingizni berib, qolganchalik pulingizni tepib ibodatingizga o'zingizning tirikchiligini qiling degan Allah Taolaning katta rahmatining jetidan nima qilindi? Eng kuchli sabab shu. Shu ma'lum vaqtlarda farz qilindi namoz. Xo'sh. Endi musannif bizga vaqt bilan qaydlangan amr 4 turlik bo'ladi dema. 4 turlikning birinchi turini deb nima degan edi? Birinchi turi vaqt bilan qaydlangan amrning birinchi turi vaqt shu ma'mur bihning zarfi bo'ladi va ma'mur bihni ado qilishning sharti bo'ladi. Ma'mur bihning vojib bo'lishining sababi bo'ladi. Dedim men birinchi turini. Deb misoliga nima keltirdi? Ka vaqtis solah. Namozning vaqti o'xshash. Namozning vaqti qaraydigan bo'lsak, namozning vaqti peshin namozi emas. Peshin namozning vaqti peshin namoziga zarb bo'ladi. Peshin vaqtidan oshadi. Va peshin vaqtini ado qilishning sharti. Ya'ni shartul ado va shartus siha. Ya'ni peshin namozini peshin vaqti kiyishdan burun o'qisa la yasih. Durust bo'lmaydi shartu siha. Va peshin namozini peshin namozi deb kitib olgandan keyin ado qilsa bu ado bo'lmaydi, balki qazo bo'ladi, shart. Va sababal lil vujub va bu peshin vaqtini kiygan, peshin namozining kiygan vaqtini kiyganligining o'zi vojib bo'lishining sababi. Shuningmi? Demak, namozning vaqti shu uchniki misoli mana. Birinchi turni. Endi musannif tushuntirib bildirdi bizga fa innal vaqta fiha yafdulu anil ada. Chunki nima uchun namozning vaqti zarb bo'ladi desa, chunki vaqt fiha namozdagi vaqt nima yafdulu anil ada, adodan eshib qoladi. Adodan ziyoda. Peshin vaqti masalan 4 soat ya 3,5 soat vaqt bo'lsa peshin namoziga, peshinda biz 20 minut o'qib olamiz. Demak 3 soat, 3,5 soat degandek vaqtlar ziyoda. İza adda ala hasabi sunnati min g'ayri ifrat, yani sunnat bo'yicha ado qilsa, min g'ayri ifrat, haddidan oshib o'tmaydi. Bir odam bir qancha sura Baqara, sura Nisa, sura Ali Imron o'qib peshin o'qimay masalan, abi normal shu sunnat bo'yicha payg'ambar alayhisalom o'qiganday buni peshinni o'qigan namozda jamoat bilan jamoatni ko'z tutgan hisobda
Cemaatni ko'z tutgan asosda normal namoz o'qisa, tabiiyki vaqt oshadi. Bu vaqtni nima ataladi? Zarf deb ataladi. Fayakunu zarfan. Bu vaqt zarf bo'ladi. Va la yasihul ada'u qabla dukhulil vaqt. Endi ada bizga zarf bo'lganligini tushunadi. Namoz vaqtining zarf ekanligini shaylab berdi. Endi bizga namoz vaqtining shart ekanligini nima qilib berdi? Bayon qilib berdi. Va la yasihul ada'u qabla dukhulil vaqt va yafutu bi fawti. Endi namozning vaqti kelishdan burun ado durust bo'lmaydi. Ma'lum namoz vaqtining shartu sihha ekanligi. Yani la yasih degan bo'lma, nima deymiz buni biz? Shartu sihha. Ya'ni namozning shartu sihhatil ada. Shartu sihhatil ada degan bo'ldi. Ya'ni namozning vaqti kelishdan burun namoz adosi durust bo'lmaydi. Ve yafutu bi fawtihi deganning shartu sihha ma'lum shartu ada, shartul ada. Endi namozning vaqtini shu namozning vaqtini ichida o'qimay vaqtida deb ketib bo'lgandan keyin o'qsa nima bo'ladi? Ado bo'lmaydi. Uning bo'ladi qazo bo'ladi, qazo. Ve yafutu bi fawti degan ya'ni shartun nima lil ada. Ya'ni namozning vaqti o'tib ketsa bu ado bo'lmaydi, balki qazo bo'ladi. Fayakunu shartan, kamil shart bo'ladi. Shartu sihha va shartul ada ikkini jamlashgan shart. Xo'sh, endi ve yaxtaliful ada xo'sh endi ada باختلاف صفة الوقت صحة وكراهة. Vaqtning sifatining muxtalif bo'lishi bilan ado muxtalif bo'ladi. Nima jihatdan desa, sihhatan, sahihlik jihatdan va makruhlik jihatdan. Ya'ni agar vaqtning sifati sahih vaqt bo'lsa, vaqtun sahih bo'lsa, adoning bo'ladi, adoning sifati adoun sahih bo'ladi. Agar vaqtning sifati vaqtun makruh bo'lsa, adoning sifati nima bo'ladi? Adaun makruh bo'ladi. Shunda. Fayakunu sababan lil vujub. Anda o'qigandan bu fayakunu sababan lil vujub. Vacib bo'lishning sababi bo'ladi. Ya'ni bunda degani, ya'ni shu vaqtning o'zining muaddaga ta'sir ko'rsatilganligi. Shu vaqtning o'zining muaddaning ya sahih yoki makruh bo'lishiga ta'sir ko'rsatilganligining o'zi nimaning alomati? Shu vaqtniki vacib bo'lganligini alamati. Sababan lil vujub. Shu vaqtning o'zining shu muadda ma'mur bihining vacib bo'lishining sababi bo'lganligining alomatidir. Xo'sh. Endi sizga mana bu shuni bizga tushuntirib berdim senda, maşallah tabarakallah. Endi bizga shu shartlarga aloqador bo'lgan ya'ni shu furuq masalani bayon qiladi. Eng muhim bo'lgani ham o'sha mana bir shaygacha mana tushunishdim shundan. Endi mana aslida parcha masalalar. Ve takdimul meşruti ala şartı caizun. Meşrutni şartga muqaddam qilish joiz bo'ladi. İza kana şartu şartan lil vujub. Qachonki şartan lil vujub degan shart vujub bo'lsa, ya'ni vojib bo'lish uchun bo'lgan shart, ya'ni shu ma'mur bihning vojib bo'lish uchun bo'lgan shart bo'lsa, mashrutning shartga muqaddam bo'lishi joiz. Ammo shartdan lis sihha qolsa. Şart iki xil bo'ldi biz shartdan lil vujub, ya'ni bir shartdan lis sihha, shartdan lil ada. 3 bo'ldi. Bo'lmasa shart adani biz vujubul ada desak bo'ladi taqa. Shart vujubul ada, shartul ada, shart vujubul ada, shartus sihha deb. Endi xo'sh, shartdan lil vujub, shart vojib bo'lishini shartlab qolib qolsa joiz. Ammo sihha, shartdan lis sihha qolib joiz emas. Masalan, taharat qaraydigan bo'lsak, taharat degan nima? Shartu sihha. La yasihhu as-salatu illa nima? Bi wudu. La yasihhu as-salatu illa bi wudu. Laysa shartan lil vujub. Taharat namozning farz bo'lishiniki shart vujub emas. Ya'ni taharat olgandan keyin namoz farz bo'ldi demaymiz. Masalan, namozning vaqti kelgandan keyin namoz farz bo'ldi dedik-a? Bu nima shart ekan bu? Shart vujub ekan-a? Namozning vaqti kelgandan keyin namoz farz bo'ldi deganimiz qaraganda lekin bu shartdan lil vujub ekan. Ammo taharat olgandan keyin namoz farz bo'ldi deb deyalamtimiz, demaymiz. Demak bu shart vujub emas. Qanday nima ekan bo'lsa bu shart sihha. Ya'ni la tasihhu as-salatu illa bil wudu. Namoz faqat taharat bilanla durust bo'ladi. Agar taharat olmay namoz o'qimiz durust bo'lmaydi. Yani bunda olgandan keyin agar shart sihha bo'lib qolsa, u chaqda
meşrut şartının olduğu için nima? La yecuz. Yani mesela bir adam taharet almay durup namaz kılmaydı. Şöyle bir adam taharet almay durup nima kılmaydı? Namaz okuyamaydı. Çoğum taharet yapmadan ki namaz okuş gerek. Endi eğer de şart sıhha bulmay, şart vücub bulup kalsa, şart vücub ada, şart vücub bulup kalsa, şu çağda nima qilish joiz bo'ladi? Ya'ni mashrutni shartning oldiga chiqarish joiz bo'ladi. Masalan, sadaqatul fitr. Sadaqatul fitrga qaytgan bo'lsak, sadaqatul fitrga nima qanday shart? Sadaqatul fitrniki sharti nima? Sharti vücub. Sharti vücub Eid namazı. Sadaqat fitrniki nima gadanga farz bo'lishniki, vojib bo'lishniki sharti vücubi nima? Eid namazı. Bu şart sihha emas. Şart vücub. Şart vücub bo'lganligi uchun, shu Eid namozi bo'lgan chaqda vücubul ada. Ya'ni ada Eid namozi kelgan chaqda ada qilish vojib bo'ladi. Vücubul ada, vücub deganimiz vücubul ada. Eid namozi keldimi? Shuni meni ada qilishimiz gadanga vojib bo'ladi. Sadaqatul fitrni ada qilishimiz gadanga vojib bo'ladi. Eid namozi keldi. Endi bu shart vücub bo'lib qolgan chaqda sadaqatul fitrni, sadaqatul fitr nima edi? Mashrut. صدقة الفطر مشروط. العيد ما يوم العيد ما شرط للوجوب. نما أن مش ده شرط وجوب وغلق شون صدقة الفطر نمنا هذا شخص جايز شرطنا هذا مشروط. صدقة الفطر نبايات مشروط. يوم العيد نبايات شرطنا هذا شخص جايز. يعني bir gün üç gün baldi نمنا بس صدقة الفطر bir vesay namaz geçtim bulun يجوز. شنو ما؟ أما لكن تهارات بمايت مش قط تهارات شرط للصحة. Şart-ı sıhha bo'lganligi uchun tahoratning namozdan oldiga chiqib olishi la yajuz. Tahorat yo'q namoz o'qilinmaydi. Ammo sadaqatul fitrni bir kun ikki kun vazifasi bo'ladi. Sababi shu, tushunarlimi? Endi Mehdi Musannif Qosim sanada kelsa, kama fi havalanil havliz zakah. Ya'ni zakatniki yil aylanishi, zakat uchun yil aylanishida, zakatning yil o'rilishida yil o'rilish degan nima? Shartul vücub. Masalan, zakatda yil o'rilish, zakat degan iborat bir mashrut. Yil o'rilish shart. Endi bu yil o'rilish, yil o'rilmay turib bir odam oldin ola zakat bersa joiz. Bir yil o'rilmasa pul mali hisobiga yetib, bir yil turishmagan taqdirda zakat bersa nima yajuz. Nimishqa yil o'rilish shartun lil vücub, laysa shartan lis sihha. Yani bunda dememiz la tasihhu zekatu illa bi havalanil hawl demeymiz. Zakat fakat yil o'rishdan adat durust to'g'ri bo'ladi demeymiz. Balki yil o'rilgandan keyin gadanga vujubul ada, yajibul ada. Yil o'rilgandan keyin zakat ado qilish gadanga vojib bo'ladi. Ammo yil o'rilmasimi zakatni bir oldin ado berib tursa bo'ladi. Tushundikmi? Ve amma idâ kâne şartu şartan lil cevaz. Lil cevaz yine şart-ı sıhha diyen gebeyna. Şart-ı sıhha desek mi okşaş, şart-ı lil cevaz desek mi okşaş. Çünkü cevaz diyen geb nima de sıhha demmi kengli gebemdi. Biz de şart-ı sıhha deymiz tulu vaqtda. Ve amma idâ kâne şartu şartan lil cevaz. Endi şart yani şart-ı sıhha yani şart-ı cevaz bo'lib qolib qolsa, la yasihu taqdimu alayhi. Bu çağda şartning mashrutning oldiga o'tib olishi nima? Mashrutning shartning oldiga o'tib olishi nima bo'lmaydi? Shart mashrutni shartga muqaddam qilish to'g'ri bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Masalan, kasairi sharoitis solah. Namozning shartlaridan qolgan o'xshash masalan. Namozning shartlari qaysi? Namozning shartlari degan tahorat namozning sharti masalan, kiyimning pok bo'lishi shart, badanning pok bo'lishi shart, makonning pok bo'lishi shart. Undan boshqa shu namazı şart bo'lgan namoz shartlarining hammasi. Chunki bu namozning shartlarining hammasi namozni shu shartlardan burun ado qilish joiz bo'lmaydi. Namozni shu shartlar hozir bo'lishdan burun nima qilish, ado qilish joiz bo'lmaydi. Xo'sh, endi biz bir masala dedik, shartniki shart vujub ado bo'lsa, shart vujub adoni mashrutni oldiga o'tkazish joiz, lekin shart sihhani joiz emas dedik. Endi bizda sabab musabbab bor bizda. Taqdimul musabbabi ala sabab.
Sebepke musebbebni mukaddem kılış caiz bulamdı bulmamdı dese la yecuzu aslan. Asla caiz bulmaydı. Anda namazdaki vakti namazın nesi oldu bizde sebep oldu. Namazdaki vacip buluşunun sebebi ne oldu? Vakit. Pişimden farz buluşunun sebebi günün ilgilişi. Hem de gün ilgilmey durup pişimne okuşu caiz mi la yecuz. Yani ebeden caiz la yecuz aslan. Sebep degan qanday narsa dedik? Sebep degan musabbabga ta'sir ko'rsatadigan narsa. Musabbabga ta'sir ko'rsatadigan. Ma'mur bihga ta'sir ko'rsatadigan narsa nima? Sabab. Ma'mur bihning sifatiga ya makruhlik ya joizlik, adolat, qazolik degan sifat ta'sir ko'rsatadigan narsa nima bo'ldi? Sabab bo'ldi, ta'sir kuchi bo'lgan narsa. Ammo mushu ta'sir kuchi bo'lgan narsa cho'qim sabab musabbabdan burun bo'lishi kerak. Sebep musebbepten boş kerak, onu kendine musebbep degan natija degan gap. Sebep bo'lgandan keyin natija kelib chiqadi. Natija ayrılma sebepten burunla qolmaydi. Shuni demoqchi. Va ha huna lamma ijtama'at ash-shartiyyah va as-sababiyyah. Endi bu yerda mana shu vaqt bu yerda degani shu vaqt masalasida. Vaqt masalasida lamma ijtama'at ash-shartiyyah va as-sababiyyah. Bu yerda shartiyyah, ya'ni bu vaqtning shart ekanligi ve bu vaqtning sebep ekanligi jamlab qoldi. Bu yerda vaqt bir vajhidan qarasak, bir tarafdan qarasak nima ekan? Shart ekan. Shartu siha va shartul ado ekan. Yana bir tarafdan qarasak-chi, sabab ekan. Unda olgandan fala jarama alla yajuz at-taqdim ala al-vaqt. Fala jarama degan gap, fala mahalata degan bo'lmas. Fala budda degan gap. Unda olgandan keyin bunun da shartiya, sababiyya ikki sabab, ikki xil illat jamkab qolgandan keyin vaqtga la yajuzu taqdim ala al-vaqt. Bu vaqtga nimani ma'mur bihni muaddani muqaddam qilish bi tariqi avla yajuz. Albatta joiz bo'lmaydi. La mahala degan qat'iy shaklda joiz bo'lmaydi u. Anladin? Qat'iy shaklda qat'an degan bo'ldi. Qat'iy shaklda joiz bo'lmaydi. Yolg'iz sabab bo'lgan bo'lsa-mu, musabbabni sababni oldiga chiqish joiz bo'lmaydi. Agar shart bo'lgan bo'lsa, shart. Agar sharti sihha bilan qilgan bo'lsa-mu, endi bo'lmaydi. Mashrutni shartni oldiga chiqish joiz bo'lmaydi. Bu yerda shartul ado va shartu sihha ikkinisi bor shart. Uni kenidan uni ustida bilan sabab ikkinisi bo'lgandan keyin bi tariqa avla albatta vaqt namozni buniki namozni vaqt kirishni buni o'qish albatta joiz bo'lmaydi. Tushundingmi? Misal endi namozga shart emas, namozga bir xos emas bu masala, bu degan usul umumiy qoida. Shuni tushundirish uchun misol keltiramiz endi. Bu umumiy qoida. Ya'ni demakchi o'g'limiz vaqtga muqaddam qilish joiz bo'lmaydi, namozni vaqtga muqaddam qilish joiz bo'lmaydi degan bo'ldi. Ya'ni demak sababga nima? Sababni musabbabga ilgari qilib bo'lmaydi. Nima? Musabbabni sababga ilgari qilinmaydi. Musabbabni natijani sababga ilgari qilish joiz bo'lmaydi. Shartu sihhani mashrutga ilgari qilish, mashrutni shartu sihhaga ilgari qilish joiz bo'lmaydi. Xo'sh, endi masalan bizga bu masalani bayon qilib bo'lgandan keyin summa hahuna shay'an. Ondan keyin bu yerda yana bu namoz masalasida ikki narsa bor. Biri nafsul vujub, ya'ni biri vujubul ada. Bu ikkisini bilish kerak. 5 ta o'tgan bu bizga 5 ta. Masalan, endi bir shayga kelganda, endi bizga aniqlab qo'yapti. 5 nafsul vujub deb chiqqan. Nafsul vujub degan nima desanglar, ya'ni al vujub fi zimma. Zimmaga vojib bo'lish. Zimma farq chaqda dastlabda vojib bo'lgan vojiblikning o'zini deb ataladi, nafsul vujub deb ataladi. Vujubul ada deganimiz endi ado qilish vojib bo'lgani, ya'ni shu zimmamizda vojib bo'lgan shu vojibni darhol ado qilib o'tish vojib bo'lgan vaqt. Endi masalan pishimning vaqti kelgan hamon bizga nafsul vujub bilan vojib bo'ladi. Nafsul vujub bilan zimmamizga vojib bo'ladi. Kelgan hamon ado qilish emas, farz emas. Pishim vaqtida mashal vaqti keldi bo'lsa, hozir mashal ado qilish farz emas masalan. Kip bo'g'chi. Ya'ni shu ma'lum vaqt bor bizniki namozning, shu vaqtning ichida ado qilish nima farz. Endi qachon ado qilish farz bo'lsa, vaqt chiqib ketib qolsa, vaqt qistab qolsa, ya'ni agar shu vaqt, shunchalik vaqtda men shu namozni o'qib olmasam,
vaqt chiqib ketadi degan vaqt kelgan chog'da farz. Shu chog'da kelgan nima? Ado qilish farz. Buni deymiz adoyi vujub deymiz. Anladın? Demek birincisi nima? Nafsul vujub, ya'ni vujubu fi zimma deb atab qo'yamiz. İkincisi vujubul ado, ya'ni adoyi vujub deymiz. Xo'sh, endi fa nafsul vujub, nafsul vujub deganimiz sababuhul haqiqiy huval ijabul qadim. Nafsul vujubning haqiqiy sababi qasid sana qadimqi ijab. Ya'ni Allah Teala'nınki qadim Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kalam-ı ezeliyesi var. Kalam-ı ezeliyesi bo'lgan ezelden tartib geldiğini paylaşıp bo'lgan narsa. Nafsul vujubning sababi nima? Nafsul vujubning sababi Allah Teala'nın kadimi kalami. Allah Teala'nın kadimi vacib kılgan vacibi. Endi ve sebebu zahiri. Endi ma nafsul vujubniki zahiri sebebi olsa ve huvel vaktu uqime makamı. Namaz meselesi de şu hakiki sebebinin ornunda turguzulgan vakt. Vakt sebep zahiri. Abeysizde bulduk onu. Ve vücubul ada, hem de vücubul ada dedik hem de. Vücubul ada da bir vacip. Yani ada kılış vacip olan halet. Ada, vücubu adanın hakiki sebebi olsa teallukut talebi bil fiil. Yani talepnin fiil bilen bağlanışı. Talepnin fiil bilen bağlanışı. Yani mesela peşim fiil yani meviyede namaz. Peşim namazı. Peşim namazı fiil. Talepçi uku. Peşim namazda uku diyen ders talep. Hem de kaçan bağlanıyordu? Şu peşimden namazı, hem de şu okuması namaz vakti çıkıdı kalıp gelgen çağda, gelden çıkıdı düşü çağda. Az okumasa günahkar bulur sen diye yakırdı. Eğer şu çağda okumasa günahkar olurdu. Eğer peşimden namazı çıkıp küçük namazı okumasa ne bulurdu? Günahkar bulurdu. Müteallukut talep bil fiil demişim. Ve sebebuhu zahiri, bunun zahiri sebebi ne? Ve huvel emru uqime makamahu. Yani icabı kadiminin ornuda turguzulgan emir, yani akimis salate liduluk şems mesela. Akimis salate liduluk şems degan emir pişin namazıniki mesela sebebehu zahiri. Yani adayı vücub buluşuniki zahiri sebebidir. Bunun asli sebebi olsa nima? İcabul kadim. Allah Teala'nınki kadimi vacip kılışı. Hoş, thumme zarfiyetu ve sebeb. Hem de bizge yeni bir mesele beyan kıldı musannif. Andaki thumme zarfiyetu ve sebebiyye. Hem de zarfiyet bilen sebebiyet. Bir narseniki zarf buluş, vaktin zarf buluşu ve şu aynı vakta sebep buluşu la teştemiyan bi hasebi zahir. Zahir itibariyle ikisi cem kemmeydi. Zahir itibariyle ikisi cem kemmeydi. Nemiş kal? Li'ennehu in edda fil vakt la yakun sebeben. Çünkü bu farz bo'lgan narsa mesela ma'mur bih in uddiya fil vaqt la yakunu sebeben. Eğer vaqtning ichida ado qilinsa la yakunu sebeben, bu sebep bo'lmaydi. Vaqtning ichida ado qilinsa biz nima dedik aytgan? Sebep cho'qim musabbabdan baldir bo'lish kerak dedik, ha işte. Sebep musabbabdan baldir, yani muqaddam bo'lish kerak dedik. Biz vaqtning ichida o'qiymiz namozni, masalan. Bu chaqda namozni ichida o'qisak biz namazını vaktin içinde okuyumuz. Bir yerde biz vakti sebep dedik ha. Hem de sebep degen musebbepten mukaddem buluş vacip dedik. Musebbep çokum sebep musebbepten buluş gerek, aldın buluş gerek dedik. Biz şu musebbepni şu sebepten içinde kılsak azı. Yazı kana oldu, caiz olmaydı. Yani musebbepni sebepten içinde kılsak caiz olmaydı. Anda oğandaki zarf bilen sebebiyet bir kibirli kemmeydi diyen gap. Lianne sebep, çünkü sebep degen yecibu en yuqaddim ala musebbep. Sebepnin musebbepke ilgili kılınışı vacip buludu. Ve illem yuadde fil vakti la yakunu zarfen. Hem eğer bu vaktin içinde ada kılınmasa, eğer bu namaz mesela namaz vaktin içinde ada kılınmasa la yakunu zarfen, uçakta ne bulmaydı o? Zarf bulmaydı. Anda bunun bilen qarğan nemi çıkır iken zarfiyetten sebebiyet ikisi cem gelmeydi iken. Lekin miyadan nima oldu da cem oldu o. Çünkü pişimnin namazının vakti pişim için zarf, pişimnin vacip olsun sebebi bu qanday emdi bu. Dese davet dedi ki İzi zarfu ma yuadda fihi la ba'dahu. Çünkü zarf degen şu vaktin içinde ada kılınan narsa onun ikine emas. Dese felihada qalu şu sebepten ular mundaq dedi. Yani alimlar muşu itirazga cevap verip mundaq dedi.
İnne zarfe huve cemi'ul vakt. Zarf degan vaqtning hammasidir. Zarf deganimiz pishimdagi vaqtda kun egilgan tortib asrni vaqti aynasini sayısı o'ziniki bir o'xshash ikki o'xshash yetgan qadar hammasi pishimning vaqti masalan. Va shart deganimiz va mutlaq vaqt. Shart deganimiz mutlaq vaqt. Hammasi yoki partisi degan gap emas. Vaqtlar bo'lsa bo'ldi. Shart ya'ni pishim namozning ado bo'lishi uchun shart adosi shu qaysi vaqtda o'zi bir vaqtda o'qisa bo'ldi. Qaysi vaqtda o'qisa avvalgi vaqtda o'qisin bo'ldi, o'rtaroq vaqtida, oxirgi vaqtda o'qisin, ishqib pishimning qaysi vaqtida o'qisa shart ado topgan bo'ldi. Endi va sabab qasbiyati desa sabab al-juz'ul avvalul muttasilu bil ada qabla ash-shuru'i fil ada. Miyadagi bizning sabab deganimiz ado bilan tutashgan birinchi juzi. Yani adoga shuru qilishdan burun ado bilan tutashgan birinchi juzi sabab bo'ladi. Anda olganda nima gapkan? Men pishim o'qimoqchi bo'ldim-ma? Pishim o'qimoqchi bo'lib Allohu akbar deb pishim shuru qilib qo'pishim. Shunda pojlanmaydigan kichik bir juz vaqtimizni mushu sabab. Mushu sabab meni namoz o'qishimning sababi bo'ldi. Farz o'qishimning sababi bo'ldi. Anda olgandan keyin nima bo'ldi? Men ichida qolgan bo'lmadim men. Oldida qolgan bo'ldim. Ichida qilmagan bo'ldim, oldida qolgan bo'ldim. Endi val kullu fil qada. Endi va sababu huwa al-juz'u al-awwal al-muttasil bil ada qabla shuru fil ada val kullu fil qada. Endi qada deganda qadoda hammasi. Sabab qazo namozda vaqtning hammasi sabab. Ado namozda vaqtning oldin qo'shib men namoz o'qilgan shunday bir juz'iy qismi shu sabab. Xo'sh, endi va huwa arba'atu anwa'in va qad fassalahu al-musannif bi qawlihi. Endi mushu birinchi vaqtda bo'lgan birinchi nav'i 4 turga bo'linadi. Buni musannif tuvandagi qawl bilan tafsili bayon qildi. Bugungi darsimiz shuncha bo'lsin. Alloh xolisa davomini kelar haftada davom etamiz inshaalloh. Oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.